Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar, pensiyaga yaqinlashayotganlar, ishlayotgan farzandlar va ota-onasi uchun pensiya masalasini hal qilayotgan oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap oddiy emas. Bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya. Pensiya islohoti kimga tegadi, kimga tegmaydi, kim yutadi, kim hujjat tayyorlamasa yutqazadi degan masalalar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir xonadonga aloqador. Chunki bugun pensiyada bo'lgan odamga ham, ertaga pensiyaga chiqadigan odamga ham, hozir rasmiy ishlayotgan yoshga ham bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday murakkab mavzularni oddiy tilda hujjat, staj, pul va real misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim narsani aniq aytaman. Bitta o'rniga 3 ta pensiya degan gapni hamma ham to'g'ri tushunmayapti. Ayrimlar buni endi har bir pensioner 3 ta alohida davlat pensiyasi oladi deb o'ylayapti. Bu noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Amalda gap ko'pincha pensiya tizimining bir nechta manbadan shakllanishi haqida ketadi. Oldin oddiy xalq orasida pensiya deganda asosan bitta narsa tushunilardi. Davlat tomonidan tayinlangan yoshga doir pensiya. Odam ishlaydi, mehnat staji yig'adi, ish haqi bo'yicha badallar to'lanadi. Pensiya yoshiga yetgach pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi va unga bitta oylik pensiya tayinlanadi. Ko'pchilikning hayoti shu bitta pensiyaga bog'liq bo'lib qolgan. Lekin zamon o'zgardi. Aholi qarimoqda, ishlayotganlar va pensionerlar nisbati o'zgarib bormoqda. Norasmiy bandlik hali ham bor. Ayrim odamlar 20 yil ishlagan bo'lsa ham rasmiy staji kam chiqadi. Kimdir katta maosh olgan, lekin badal to'lanmagan, kimdir chet elda ishlagan. Kimdir yakka tartibda faoliyat yuritgan. Shunday sharoitda faqat bitta davlat pensiyasiga tayinish xavfli bo'lib qoladi. Shuning uchun pensiya islohotlarining asosiy g'oyasi shundan iborat. Odam keksayganda daromadi faqat bitta manbaga bog'lanib qolmasligi kerak. Ya'ni pensiya daromadi 3 yo'nalishdan shakllanishi mumkin. Birinchisi davlat pensiyasi, ikkinchisi jamg'arib bo'riladigan pensiya mablag'lari yoki shaxsiy hisobdagi pullar. Uchinchisi ixtiyoriy qo'shimcha jamg'arma, xususiy pensiya, sug'urta yoki boshqa uzoq muddatli jamg'arish mexanizmlari. Mana shu joyda men tomoshabinlarga eng katta ogohlantirishni beraman. Bu 3 ta yo'nalish hamma uchun avtomatik tarzda bir xil ishlamaydi. Kimdir faqat davlat pensiyasini oladi. Kimdir davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda jamg'arilgan mablag'ini oladi. Kimdir esa oldindan o'zi jamg'arib borgan bo'lsa, qo'shimcha daromadga ham ega bo'ladi. Demak, gap hamma 3 ta to'liq pensiya oladi degani emas. Gap keksalik daromadi 3 manbadan shakllanishi mumkin degan fikrda. Oldingi tizimda odamlar ko'pincha bitta savolga qarardi. Stajim yetadimi yoki yo'qmi? Agar staj yetarli bo'lsa pensiya tayinlanadi. Yetmasa pensiya miqdori kamayadi yoki ijtimoiy nafaqa masalasi ko'riladi. Ish haqi qancha bo'lgan, rasmiy badal to'langanmi, arxiv hujjatlari bormi, mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Mana shular juda muhim edi. Hozir esa yana bir muhim savol paydo bo'lyapti. Mening pensiyam faqat davlat hisobidanmi yoki qo'shimcha jamg'armalarim ham bormi? Masalan, ayrim fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya tizimida shaxsiy hisob raqami bo'ladi. Ish beruvchi orqali yoki qonunchilikda belgilangan tartibda ma'lum mablag'lar hisobga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni unutib qo'ygan. Hatto ayrim odamlar mening shaxsiy pensiya hisobimda pul bormi degan savolni hech qachon tekshirmagan. Islohotlarning maqsadi pensiya tizimini shaffofroq qilish, odamning rasmiy ishlashdan manfaatdorligini oshirish, keksalikdagi daromadni ko'paytirish va davlat byudjetiga tushadigan yukni uzoq muddatda muvozanatlashdan iborat. Chunki agar hamma norasmiy ishlasa, ertaga davlat ham katta pensiya hisoblab bera olmaydi. Agar hamma rasmiy ishlasa, badallar to'lansa, hujjatlar elektron tizimga tushsa, pensiya hisoblash ham adolatliroq bo'ladi. Men birinchi navbatda pensiyaga 5 yil qolgan fuqarolarga murojaat qilaman. Sizlar hozirdan hujjatlaringizni tekshirmasangiz, pensiya tayinlash vaqtida juda ko'p muammoga duch kelasiz. Masalan, mehnat daftarchasida korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sana bor, lekin bo'shagani yo'q bo'lishi mumkin. Korxona yopilgan, arxiv hujjati topilmayotgan bo'lishi mumkin. Ayollar uchun bola parvarishi davri dekret, harbiy xizmatdagi turmush o'rtog'i bilan bog'liq ayrim davrlar, imtiyozli staj masalalari alohida tekshirilishi kerak. Ikkinchi guruh hozir ishlayotgan, lekin maoshi konvertda berilayotgan fuqarolar. Siz bugun qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek bo'lishingiz mumkin,
lekin ertaga pensiya hisobida yutqazishingiz ehtimoli katta. Chunki pensiya uchun rasmiy ish haqi va rasmiy badallar muhim. Agar sizga hujjatda eng kam ish haqi ko'rsatilsa, aslida esa 2-3 barobar ko'p olayotgan bo'lsangiz, pensiya hisobida faqat hujjatdagi summa rol o'ynaydi. 3-guruh. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, mavsumiy ishchilar. Bu odamlar men ishlayapman-ku deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimi qayerda ishlading, qancha badal to'lading, qancha staj sifatida tan olinadi degan savollarga qaraydi. Agar siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirmasangiz, keksalikda men 30 yil ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. 4-guruh. Hozir pensiyada bo'lganlar, sizlar ham befarq bo'lmang. Chunki ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, ilgari hisobga olinmagan staj hujjat topilsa, ish haqi haqida qo'shimcha ma'lumotnoma chiqsa, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik, ustama yoki imtiyozli toifa bo'yicha huquq aniqlansa, murojaat qilishga arziydi. Albatta, har bir holatda qonunchilik va pensiya jamg'armasi xulosasi muhim. Birinchi misol, Ahmad aka 61 yoshda pensiyaga chiqmoqchi. U 35 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjat tekshirilganda 35 yilning faqat 27 yili tasdiqlanadi. Nega? Chunki 1990 yillardagi bir korxonada 5 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida murxira. Arxivda esa ma'lumot topilmayapti. Yana 30 yil yakka tartibda ishlagan, lekin badal to'lamagan. Natijada Ahmad akaning pensiyasi kutilgandan past chiqadi. Agar u pensiyaga chiqishdan 2 yil oldin arxivga murojaat qilganida, eski hamkasblar, buyruqlar, ish haqi qaydnomalari orqali dalillarni yig'ganida vaziyat yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi misol, Malika opa 78 yoshda. U umr bo'yi ishlagan, 2 farzandni tarbiyalagan. Bir necha yil bola parvarishda bo'lgan. Mehnat daftarchasidagi asosiy ish joylari to'g'ri. Lekin u bola parvarishi davri stajga qanday kiradi, qancha qismi hisobga olinadi degan savolni bermagan. Pensiya tayinlashda ayrim davrlar noto'g'ri tushunilishi yoki hujjat yetishmasligi mumkin. Malika opa farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh hujjatlarini, dekret bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tayyorlasa, pensiya hisobida ortiqcha kechikish bo'lmaydi. 3-misol, Sardor ismli 35 yoshli yigit rasmiy ishda 1 million so'm ko'rsatilgan, lekin qo'liga 6 million so'm oladi. U hozir menga farqi yo'q dedi, lekin 25 yil o'tgach pensiya hisobida uning rasmiy maoshi asos bo'ladi. Agar ish beruvchi barcha daromadni qonuniy ko'rsatganida, uning kelajakdagi pensiya bazasi yuqoriroq bo'lardi. Mana shu sababli pensiya islohoti faqat keksalarga emas, yoshlar va o'rta yoshdagilarga ham tegishli. 4-misol, Qodir aka pensiyada, lekin 3 yil avval eski zavod arxividan qo'shimcha ish haqi ma'lumotnomasi topdi. U baribir kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Ayrim vaziyatlarda hujjat asosida qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men bunday odamlarga har doim aytaman. Hujjat qo'lingizda bo'lsa, mutaxassisga ko'rsating. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Javobni og'zaki emas, yozma oling. 5-misol, Feruza opa chet elda bir necha yil ishlagan. U men ishlaganman, demak staj bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin chet eldagi ish davri avtomatik tarzda har doim ham pensiya stajiga kirmaydi. Bu yerda davlatlararo shartnomalar, rasmiy mehnat shartnomasi, badal to'langan, to'lanmaganligi, hujjatlarning tarjimasi va tasdiqlanishi muhim. Shuning uchun chet elda ishlaganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Birinchi qatlam davlat pensiyasi. Bu eng asosiy qism. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turlar bor. Odatda bir vaqtning o'zida bir nechta davlat pensiyasini to'liq olish masalasida cheklovlar bo'ladi. Ya'ni odam o'ziga foydaliroq turini tanlashi yoki qonunda belgilangan tartib qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun men ham yoshga doir, ham nogironlik, ham o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini bir vaqtda olaman deb xulosa qilish to'g'ri emas. Ikkinchi qatlam jamg'arib boriladigan pensiya yoki shaxsiy hisobdagi mablag'lar. Bu yerda odamning nomiga yig'ilgan pul bo'lishi mumkin. Bu pul miqdori katta ham, kichik ham bo'lishi mumkin. Kimdir uzoq yillar rasmiy ishlagan bo'lsa, unda ko'proq bo'lish ehtimoli bor. Kimdir o'z ishlagan yoki tizimga kam mablag' tushgan bo'lsa, summa ham kam bo'ladi. Muhimi, har bir fuqaro o'z shaxsiy hisobini tekshirishi kerak. 3-qatlam ixtiyoriy qo'shimcha jamg'arma. Bu hali ko'pchilikda odat bo'lmagan, lekin kelajakda juda muhim bo'ladigan yo'nalish. Masalan, odam bank omonati ochishi, uzoq muddatli sug'urta dasturiga kirishi, xususiy
pensiya jamg'armalari paydo bo'lsa, ulardan foydalanishi ko'chmas mulk yoki boshqa qonuniy daromad manbalarini shakllantirishi mumkin. Bu davlat pensiyasining o'rnini bosmaydi, lekin keksalikdagi daromadni oshiradi. Birinchi nozik jihat: pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Ish haqi, badallar, qonunda belgilangan hisoblash tartibi, eng kam va eng yuqori chegaralar, ustamalar, imtiyozlar ham rol o'ynaydi. Shuning uchun ikki odam bir xil 30 yil ishlagan bo'lsa ham pensiyasi bir xil chiqmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat: mehnat daftarchasida yozuv har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuvda xato bo'lsa, muhit tushunarsiz bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, lavozim noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Ayniqsa eski davrdagi kolxoz, sovxoz, zavod, kichik korxona, kooperativlarda ishlaganlar bunga jiddiy qarashi kerak. Uchinchi nozik jihat: imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblarda zararli sharoit, og'ir mehnat, maxsus ro'yxatlar bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin odam men og'ir joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozimnoma, ish sharoiti, ro'yxatga mosligi, buyruqlar, attestatsiya, ish joyi hujjatlari kerak bo'ladi. Bir harf yoki lavozim nomidagi farq ham muammo tug'dirishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat: norasmiy ish staji emas. Odam 10 yil ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, bozorda savdo qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu faoliyat rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya hisobida tan olinmasligi ehtimoli yuqori. Shuning uchun hozir ishlayotganlar rasmiylashsam soliq to'layman deb qo'rqmasin. Aslida bu kelajakdagi huquqni himoya qiladi. 5-nozik jihat: pensiya tayinlangandan keyin ham xatolar bo'lishi mumkin. Hisob-kitob inson va tizim orqali qilinadi. Hujjatlar bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Agar siz pensiyangiz juda past chiqqanini sezsangiz, shunaqa ekan deb qo'l siltamang. Hisob varaqasi, staj ro'yxati, qaysi davrlar hisobga olingani, qaysi ish haqi olingani haqida tushuntirish so'rang. 6-nozik jihat: qo'shimcha jamg'arilgan pulni hamma ham bilmaydi. Ba'zan odamning shaxsiy hisobida ma'lum mablag' bo'ladi, lekin u buni tekshirmaydi. Men tavsiya qilaman, pasport yoki ID karta bilan vakolatli tashkilot orqali, elektron xizmatlar orqali yoki bank tizimi orqali o'z jamg'arma hisobingiz bor yo'qligini aniqlang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan va bo'shagan sanalar to'liqmi? Korxona muhri bormi? Lavozim nomlari aniqmi? Tuzatishlar qonuniy tasdiqlanganmi? Shularni ko'ring. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, vahima qilmang, lekin darhol arxiv va sobiq ish beruvchilarga murojaat qiling. Ikkinchi qadam: ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Ayniqsa pensiya hisobiga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan yillardagi maosh ma'lumotnomalari muhim. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxivlari, idoraviy arxivlar, korxona vorisi bo'lgan tashkilotlar orqali qidirish kerak bo'ladi. Uchinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni moslashtiring. Pasportdagi ism-familiya, mehnat daftarchasidagi yozuv, nikohdan oldingi familiya, tug'ilgan sana, otasining ismi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lsin. 4-qadam: farzandlar. Harbiy xizmat, o'qish, dekret, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, zararli mehnat kabi qo'shimcha holatlar bo'yicha hujjatlarni alohida papkaga soling. Har bir hujjatdan nusxa oling, asl nusxani yo'qotmang. 5-qadam: elektron xizmatlardan foydalaning. MyBank.uz, pensiya jamg'armasi tizimlari, soliq va bandlikka oid elektron ma'lumotlar orqali o'zingiz haqingizdagi rasmiy ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Agar elektron bazada staj ko'rinmasa, bu darhol staj yo'q degani emas, lekin hujjat bilan tasdiqlash zarurligini bildiradi. 6-qadam: pensiya jamg'armasiga yoki tuman bo'limiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, qabul qilingan sanasini belgilang, javobni yozma oling. Agar bu davr hisobga olinmaydi deysa, nima sababdan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma asosida rad etilyapti, buni aniqlang. 7-qadam: pensiyaga chiqishga kamida 1 yil qolganda tayyorgarlikni boshlang. Eng katta xato: odamlar pensiya yoshi kelgan kuni hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxivdan javob kelguncha oylar o'tadi. Korxona topilmaydi, ma'lumotnoma kechikadi. Oldindan tayyorlangan odam esa pensiya tayinlash jarayonida kamroq qiynaladi. 8-qadam: ishlayotgan farzandlar ota-onasining hujjatlarini tekshirishga yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Arxivga borishga sog'lig'i yo'l qo'ymaydi.
Farzandlar shu yerda katta yordam bera oladi. Bu faqat pul masalasi emas, bu ota-onaning haqqini tiklash masalasi. 9-qadam. Agar pensiyangiz tayinlangan bo'lsa ham, hujjatlaringizni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javoblari, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, hisob-kitobga oid javoblar saqlansin. Kelajakda qayta hisoblash yoki nizoli vaziyatda kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam, har qanday mish-mishni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Ertadan hamma 3ta pensiya oladi. Hujjat topshirmasang puling kuyadi. Faqat bugun ariza berish kerak kabi gaplar ko'p tarqaladi. Men har doim aytaman. Rasmiy manba qonun hujjati, pensiya jamg'armasi izoh va yozma javobga tayaning. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki. Pensiya islohoti oddiy nom o'zgarish emas, u har bir odamning kelajakdagi daromadiga ta'sir qiladigan katta jarayon. Bitta o'rniga 3ta pensiya deganda hamma 3ta davlat pensiyasini avtomatik oladi degan xulosaga bormaslik kerak. To'g'ri tushuncha shunday. Keksalikdagi daromad davlat pensiyasi, jamg'arib borilgan mablag' va qo'shimcha ixtiyoriy jamg'armalar orqali shakllanishi mumkin. Kim hujjatini tartibga solsa, rasmiy ishlasa, stajini tekshirsa, shaxsiy hisobini nazorat qilsa, u yutadi. Kim keyin ko'ramiz deb yuraversa, pensiya vaqtida arxiv xato yozuv, yetishmagan ma'lumotnoma, norasmiy ish muammosiga duch kelishi mumkin. Sizlardan iltimos kommentariyada yozing. Siz pensiyadasizmi yoki pensiyaga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Staj, arxiv qayta hisoblash, jamg'arilgan pensiya bo'yicha muammongiz bormi? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz asosida batafsil javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin bilgan odam bir yil keyin afsuslanmaydi.